Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum kitobsevar jajji bolajonlar. Bugun men sizlarga Boshoqcha nomli ertakni o'qib eshittiraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Krut va Vert ismli ikki sichqoncha va baland ovozda qichqiradigan xo'rozcha bor ekan. Sichqonchalarning bilgan ishi faqat qo'shiq aytish, raqs tushish, aylanish va burilish edi. Xo'rozcha esa tong otganda turib birinchi bo'lib barchani uyg'otar, keyin esa ishga kirishar edi. Bir kuni xo'rozcha hovli suprayotib bug'doy boshoqchasini topib oldi. Krut, Vert, chaqirdi u. Qaranglar, men nima topib oldim. Sichqonchalar yugurib kelib, buni yanchish kerak dedilar. Kim yanchadi? So'radi xo'rozcha. Faqat men emas, qichqirdi birinchi sichqoncha. Faqat men emas, qichqirdi ikkinchisi ham. Yaxshi, dedi xo'rozcha. Unda o'zim yanchaman, deb ishga kirishdi. Sichqonchalar esa koptok o'ynay boshladilar. Xo'rozcha yanchishni tugatib qichqirdi. Hoy, Krut, Vert, qaranglar, men qancha don yanchdim. Endi esa donni tegirmonga olib borib un chiqarish kerak. Kim olib boradi? So'radi xo'rozcha. Faqat men emas, qichqirdi Krut. Faqat men emas, qichqirdi Vert. Yaxshi, dedi xo'rozcha. Tegirmonga donni o'zim olib boraman. Xo'rozcha qopni yelkasiga ortdi va ketdi. Bu vaqtda esa sichqonchalar ustma-ust sakrash o'yinini boshladilar. Bir-birlarini ustidan birin-ketin sakrab quvonardilar. Xo'rozcha tegirmondan kelib yana sichqonchalarni chaqirdi. Krut, Vert, bu yerga kelinglar, men unni olib keldim. Voy, xo'rozcha, yashavor. Endi esa xamir qorib pirog pishirishimiz kerak. Kim xamir qoradi? So'radi xo'rozcha. Sichqonlar esa o'z bilganlaricha chiyilladilar. Faqat men emas, faqat men emas. Xo'rozcha o'yladi va dedi. Yana o'zim qilishimga to'g'ri keladi. U xamir qordi, o'tin keltirdi, o'choq yoqdi. O'choq isishi bilanoq unga pirogni qo'ydi. Sichqonchalar ham vaqtni bekor o'tkazmasdan qo'shiq kuyladilar, raqs tushdilar. Pirog pishdi. Xo'rozcha uni chiqarib stolga qo'ydi. Sichqonchalar esa hozir u nozir bo'ldilar. Ular chaqirishning hojati ham bo'lmadi. Voy, men och qoldim, chiyilladi Krut. Voy, yegim kelyapti, chiyilladi Vert. Tezda dasturxonga o'tirishdi. Xo'rozcha esa ularga dedi. Shoshmanglar, shoshmanglar. Siz menga birinchi bu boshoqchani kim topganini aytinglar. Sen topding, baland ovozda qichqirdi sichqonchalar. Kim boshoqni yanchdi? Yana so'radi xo'rozcha. Sen yanchding, sekingina javob berdi ikkalalari ham. Kim donni tegirmonga olib bordi? Albatta sen, dedi Krut va Vert. Yanada past ovozda. Kim xamir qordi? Kim o'tin tashidi? Kim o'choq yoqdi? Kim pirogni pishirdi? Barchasi sen, zo'rg'a eshitilarli qilib chiyilladi sichqonchalar. Sizlar nima qildinglar? Nima deb javob berish mumkin? Hech narsa deyish mumkin emas. Krut va Vert stoldan turib keta boshladilar. Xo'rozcha esa ularni ushlab ham o'tirmadi. Chunki bunday ish yoqmasdan kelsalar, pirog bilan mehmon qilishga arzimas edilar. Aziz kitobsevar bolajonlar, albatta bu ertakdan o'zingiz uchun kerakli xulosalarni chiqarib oling.